Ko'pchilik so'ragan 17 kuchli benzinli motobloklarimizni yangi partiyalar kelgan akalar ko'rishinglar mumkin. O'zi ham bemalol yuraveradi. Kimdan kim mana shunaqa motobloklarni narx-navosiga qiziqayotgan bo'lsa, videoni oxirigacha kuzatinglar, narx-navosini ma'lumotlarni beramiz. Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Ko'pchilikka 17 kuchli benzinli motobloklarimizni satelitli variantlarini yangi partiyalar keldi. Va undan tashqari bu motobloklarimiz uchun ko'pchilik so'ragan original 1 tonnagacha yuk ko'tara oladigan pishiq hamda puxta qilib ishlangan aravalarimizni yangi partiyalar kelgan. Hozir sizlarga mana shu ko'rib turgan motobloklarning ichida eng kattasi hamda eng baquvvati bo'lgan TX firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan mana shu turdagi benzinli motobloklar ichida eng katta bo'lgan motoblogimizni hamda korobka qismiga ham bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Bu motoblogimizni eng katta hamda baquvvat deb o'tib ketayotganimdan sabab korobka qismi ham usulinli katta 550 talik korobka qo'yilgan motoblok ekan. Orqa tomonda aytib o'tganimdek 1 tonnalik aravalarimiz hozir ikkalasini ham sizlarga to'liq ma'lumotlari bilan narx-navosini tanishtirib o'taman va kimga mana shu turdagi motoblok yoki aravalarimizdan kerak bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim, bemalol aloqaga chiqib sotib olishingiz mumkin. Nima uchun ham bugungi videoni daladan video olyapsan deganlar uchun e'tibor berasizlar. Kimdan kim mana shu motoblogimizni sizlarga puluk olish jarayoni qiziqmi, yer haydash jarayoni qiziqmi, agat olish, kultivatsiya qilish, o't o'rish, qanaqa turdagi agregati bilan ishlashini siz ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentga yozing. Ukam bu 17 ot kuchli motoblogini arava torttirib, frezada yer haydab, puluk qilib yoki o't o'rish jarayonini ko'rsatdim deb kommentga yozinglar. O'sha sizlar yozgan texnikalarim bilan shu yerda o'zida dalani o'zida ishlatib, yurg'izib, tekshirib, xuddi o'sha texnikalar bilan ishlatib beramiz. Shuni hisobiga dalani video qilyapmiz. Sizga qanaqa turdagi texnikasi bilan ishlash qiziq bo'lsa, yozsangiz to'liq ishlash jarayonini qo'yib beramiz. Bugun faqat ma'lumotini berib o'tamiz ekan. Xo'p, birinchi bo'lib motoblokdan boshlaymiz. Motoblok aytib o'tgandek, TX firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan shu turdagi benzinli motobloklar ichida eng kattasi hamda eng baquvvati bo'ladi. Xo'p, bu motoblogimiz rollari gidravlikali 360 gradusga buriladigan motoblokni haydab ketayotganinglarda, mana shu holatda aravada boshqarayotganinglarda o'ng yoki chap tomonga burish uchun o'ng ruchkasini bossanglar, o'ng tomonga motoblok o'zi buriladi. Chap ruchkasini bosadigan bo'lsanglar, motoblok o'zi avtomatik chap tomonga buriladigan, roli gidravlikali, korobka qismini ham bitta ko'rsatib o'tadi. Mos qismi ham katta 550 talik usulinli korobka qo'yilgan model hisoblanadi akalar. Yurishlari holatda kalit orqali mana shu holatda bitta bosganinglarda kalitda ham yurg'izsanglar bo'ladi. Xohlaganlar oldi tomonda zavodnoy orqali ham tortib yurg'izsanglar bo'ladi. Kechki paytda yurish uchun ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli qilib ishlangan, faralarigacha jihozlangan bo'ladi. Bemalol faralarini yoqib, kechki paytda ishlatishinglar ham mumkin akalar. Xo'p, yoqilg'i turi bu benzinli model hisoblanadi. Benzin baki 5 litrlik bo'ladi. 1 soatiga 1 litrdan benzin rasxod qiladi. Benzin rasxodi kam, chunki bunga ko'rishinglar mumkin, original yaponskiy karburator qo'yilgan. Shuni hisobiga benzin rasxodi ancha kam, ekonomik bo'ladi. Bu motoblokda asosan eng kattasini olaman, hamda eng baquvvatini, hamda eng zo'rini olaman degan akalarimiz uchun tavsiya qilamiz, chunki eng baquvvat motoblok mana shu hisoblanadi. Mana shunaqa katta bog'larning ichida yuk tashish, yer haydash, kultivatsiya, agat, puluk ishlariga bundan yaxshiroq variant bo'lmasa kerak ekan. Xo'p, bu motobloklarimizni komplekt holatda orqa tomoniga ko'rishinglar mumkin. O'zimiz 1 tonnalik mana shu holatda aravalar yasayapmiz. Bu aravalarimizni lislarini ko'rishinglar mumkin. Juda ham qalin, stenkalar uchli lislardan yasalgan bo'ladi. Yon tomonlariga profillardan ramka qilib to'qilgan. Qanotlariga ham ahamiyat bersalar, ko'pchilik joylarda aravani qanotini yupqa ishlab qo'yishadi. Mana shu qanotlarigacha qalin qilib ishlangan. Bemalol mana o'zim ham ko'tarib tura oladi. Juda ham baquvvat va puxta qanotlardan qo'yilgan. Dishlalariga bitta ahamiyat berasizlar. Dishlalari juda ham qalin, katta, 50 lik purt teshib turib dishlar qilingan bo'ladi. Ishlashi sifati zo'r. Xo'p, o'tiradigan joylarini ham temirdan qilib qalin qilib ishlangan. Oyoq taglari ham temirdan, profillariga ahamiyat bersanglar, qalin 5 ga 5 lik, stenkasi 3 lik qalin profillardan qilingan bo'ladi. Arabamiz 500 kilogacha yukni bemalol ko'taradi.
kimga mana shu turdagi aytib o'tganimdek yer haydaydigan motoblok yoki mana shunaqa aravalari qiziq bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim, aloqaga chiqsanglar, kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Motoblogimizning narxi korobkasining katta kichikligiga qarab 8 milliondan 8 million 800 ming so'mgacha, aravamizning narxi 2 milliondan boshlab 4,5 milliongacha 500 xullos aravalarimiz bor. Kelib tanlashingizga qarab kelishtirib beramiz. Do'konimizda bu turdagi texnikalarning assortimenti ko'p. Kimga qiziq bo'lsa, nomerni qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Va ishlash jarayonini ko'rmoqchi bo'lsanglar, kommentga kirib yozing. Ukam aravada yuk tortishini, yoki frezada yer haydashini, yoki puluk qilishini, yoki o't o'rishini, yoki kultivatsiya qilishini ko'rmoqchimiz deb kommentga yozsanglar, xuddi o'sha ishlash jarayonini video qilib ishlatib tekshirib chiqazib beramiz. Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni bu bizning manzilimiz bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.